Buyoqqa kel, mol ushla xotiningni. Kerak emas menga bu xotin boshingizdan qosni olib kelgan keldingiz. Siz olib keldingizmi, o'zingiz quchoqlab o'tiring endi. Bir kuni sog'lig'ini qarang, voy etlarim jimirlab ketdi. Kal bolangizga bering, menga kerak emas umuman. Aji kuku, smoky chuchu. Inangni kuku, men senga yosh bolamanmi? Aldab-sildab ko'nglimga kirolmoqchisan-da o'zingcha. Umr haq yurakchimda qorovaydan boshqasiga joyi yo'q. Qanisan-o? Stopirlar, jinda kirib olgan buni ichiga tova qildim. Enajonim, men sizga yana bir marta aytaman, buni tag-tugini surishtiring, uni tutxonaga borga o'xshaydi. Hujjat tayyorlab yashirgan kasalligini. Hozir nima ko'p safta dokument qilib beradigan, birsa 2 so'm bersang, o'likda ham tiritib yozib beradi bular. Qaqa ketding yo alvasti, shu baqa. Kemal vastasi dabdalasi chiqaraman, daqa keling. Dod, oyjab tvaring. O'ldirishyapti, mana o'ldiryapti meni. Jiprixo'y kesam bilan kelishib olamiz. To'g'risini aytsam, hali beri yosh o'lib ketish niyatim yo'q. Bu inam uylantirdimi bo'ldi, bu bir umrlik degani. Ko'ryapman, sen ham san normal ekansan. O'shaning uchun normal er-xotin rolini o'ynaymizda, inamni ko'ndiramiz. Vaqt soati kelganda ikkovimiz ham ayro bo'lamiz. Sen o'z yo'lingda, men o'z yo'limda. Kelishdikmi? Azgincha yashaymizda, xarakterimiz to'g'ri kelmadi, bola bo'lmayapti, inajon biza kechiring, biza ajralamiz deymizda, bo'ptimi? Kelishamizmi shunaqa desak? Menimcha ming'irladingiz, uxlashga qo'yasizmi yo'qmi? Yemmol, senga faqat uxlash bo'lsa, ovqat yeyish bo'lsa, men mana siqilib ozib ketdim.